bir orolga deydi, maymun bilan odamni tashab qo'ysa, maymun yashab ketadi deydi. Odam yashab keta olmaydi deydi. Odam ojiz deydi. To'g'ri gap. Ya'ni yaratilgan jonzotlari ichida eng ojizi inson. Qolgan hayvonlar ko'chada tug'iladi, o'sha yerda bir narsa qilib yashab ketadi. Inson onani qornida 9 oy yuradi, tug'ilganda onani qo'lida kamida 3-4 yil yuradi. Undan keyin ham tashab qo'ysa o'lib ketadi. Undan keyin ota uni tarbiya qiladi, maktabga beradi. 15-20 gacha bir narsa qilib tetipoya qilasiz, keyin yashab ketadi. Inson ojiz, lekin insonga berilgan ana shu ojiz jismga 1000 barobar kuchli aql berilgan. Idrok berilgan, ong berilgan. Qush qanot bilan uchsa, biz samolyot yasab ucha olamiz. Katta narsa bu. Qush o'zini yoki sigir o'zini hissiyotini ifoda qila olmasa, bir og'iz gap bilan ifoda qilamiz. Alloh shunaqa yaratgan bu insonni, shunaqa mukarram qilib Alloh yaratganiga dalil bu.